Assalomu alaykum barchaga. Bugungi mavzuyimiz triggerlar. Diqqat bilan videoni oxirigacha ko'ring va eshiting. Bunaqa go'shtli ma'lumotlarni sizga hech kim shunchaki bermaydi. Boshladik. Keling, undan oldin triggerlarni qisqacha tushuntirsam. Triggerlar bu marketingiy xod bo'ladi. Marketingda ishlatiladigan bitta instrument hisoblanadi. Triggerlar bu insonlarni biror narsaga undash uchun ishlatiladigan bitta instrument. Triggerlar asosan 11 ta bo'ladi, lekin ko'pchilik buni hammasini ishlatmaydi. Asosiy ishlatiladigan 3-4 tasi bo'ladi. Lekin men sizga bugun triggerlarning barchasi haqida to'liq ma'lumot beraman. Albatta bunaqa ma'lumotdan quruq qolmaysiz-ku, to'g'rimi? Birinchi triggerimiz bu storytelling, ya'ni hikoya asosida insonlar bilan muloqot qilish. Storytelling asosan shu ekspertlarda yoki o'zingizda hayotingizda bo'lgan qanaqadir hodisani hikoya qilib berish hisoblanadi. Storytelling orqali siz auditoriyani o'zingizga qiziqtirib olishingiz mumkin. Sizni o'sha hikoyangiz, qanaqadir hodisangiz insonlarni ham boshdan kechirgan bo'lishi mumkin va bundan insonlar albatta ta'sirlanadi va auditoriya sizga yana ham ishisha boshlaydi. Storytelling orqali siz hech nima sotmasdan auditoriyangizga yoki sizni eshitayotgan insonga kerakli qanaqadir ma'lumotni bemalol yetkazsangiz bo'ladi. Storytelling triggerida siz o'zingiz auditoriyangizga juda ham samimiy bo'lgan holatda ularni o'ziga yaqinlashtirib olsangiz bo'ladi. Bu juda ham keng tarqalgan instrument va ommalashgan instrument hisoblanadi. Ekspertingizni yo o'zingizni auditoriyaga boshqa taraflama ko'rsata olishingiz mumkin bu instrumentdan foydalanib. Keyingi instrumentimiz Zolushka instrumenti. Bu oldingi A nuqtangiz bilan B nuqtangizni ko'rsatasiz. Ya'ni hayotingizda o'sha 5 yil oldin yo 10 yil oldin nimadir juda ham qattiq xohlagansiz, niyat qilgansiz, lekin u vaqtlarda sizda bu narsaga imkoningiz bo'lmagan va siz necha yildan keyindir ham o'sha siz xohlagan niyatingizga yetishdingiz, bu sizga B nuqtangiz hisoblanadi va shuni siz shu instrument orqali ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Masalan, men o'zimdan qilib bitta misol qilib aytaman. Kichkina yoshligimda 22 ming so'mlik abadoklar bo'lardi. 7-8 sinf bo'lganman. O'sha abadokka meni olishga pulim bo'lmagan. Takkak men hali maktab o'quvchisi bo'lganman. Hech qanday ishlamasdim. Agar men hozir uni olib uyga olib borsam, hissiyot bo'lgan, meni oyim meni urishadilar-da. Men u abadokni olganman va uyga olib borganman. Keyin onam aytganlar, u paytda 22 ming so'm katta pul bo'lgan. Aytganlarki, nimaga buni olding? Borib qaytarib bergin deganlar. Keyin men o'zim ketganman. Katta bo'lsam, men bunaqa abadokdan 10 tasini olaman deb o'zimda shunaqa hissiyot o'tgan va mana katta bo'ldim. Hozir Luboy magazinga kirib, men o'sha abadoklardan hozir albatta yo'q. Bemalol ola olaman. Siz ham shu tarzda A nuqtam meni o'sha paytda u abadokni men ola olmaganman. B nuqtam hozir meni imkonim bor shunaqa abadok olishga. Ya'ni sizni A nuqtangiz erishmoqchi bo'lgan narsangiz B nuqtangiz erishib bo'lgan narsangizni siz ochib berishingiz. Mana shu Zolushka triggeri hisoblanadi. Keyingi triggerimiz reciprocity. Reciprocityda shunaqa qoida bor, bersang qaytib olasan degan. Ya'ni bu nima degani? O'zingiz auditoriyangizga qanaqadir foydali bitta ma'lumot berasiz. Go'shtli ma'lumot berasiz. Ular sizga bergan ma'lumotingizga yarasha, "Voy, bu juda ham qiziqarli, foydali ma'lumotlar berar ekan" deydi va ertaga siz bemalol auditoriyangizdan nimadir sotayotganingizda auditoriya sizdan sotib oladi. Nimani evaziga? Siz ularga foydali ma'lumot, kontent ulashgan bo'lasiz. Auditoriyangizni qanaqadir muammosiga yechim berishingiz mumkin yoki ularni qanaqadir og'rig'iga siz yechim berishingiz mumkin. Auditoriya sizga illiqlik paydo bo'ladi ularda. Bu trigger auditoriyani sizga eshitish uchun qilinadi va bu eng ishlaydigan juda ham keng tarqalgan instrument hisoblanadi. Lekin bu instrumentni ko'pchilik noto'g'ri ishlatadi. Shuni ham aytib o'tishim kerak. Bittagina go'shtli ma'lumot berib auditoriyadan nimadir katta narsa kutaveradi. Yo'q, siz qancha bersangiz, qancha foydali, kerakli maslahatlar, foydali kontentlar bersangiz, sizga auditoriya shunchalik isib boradi va sizga ishonchi ham ortib boradi. Bunaqa instrumentdan foydalanganingizdan keyin. Keyingi triggerimiz bu umumiy dushman triggeri. Bu auditoriyada hozir bor, oldin sizda ham bo'lgan qanaqadir bir muammoga yechim instrumenti hisoblanadi. Masalan, sizni ahvatingiz past bo'lishi mumkin yoki ko'pchilik insonlarda dangasalik bo'ladi, kun tartibi yo'q, ya'ni disiplinaga rioya qilmaydi. Bu ko'pchilik insonlarning og'rig'i. Siz ham oldin shu disiplinaga rioya qilmagan, disiplinangiz bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin siz bunga yechim topgan bo'lishingiz mumkin va siz shu instrument orqali
auditoriyaga bemalol olib chiqsangiz bo'ladi. Umumiy dushmanga masalan kitob o'qiy olmaysiz, bitta kitob boshlaysiz, oxirigacha tugata olmaysiz. Ko'pincha men ham kitobni boshlayman, lekin oxirigacha tugata olmayman. Bu meni ham og'rig'im. Keyingisi masalan sigaret chekasiz, lekin uni tashlay olmaysiz. Global muammo hisoblanadi. Shuni ham olib chiqsangiz zo'r progress bo'ladi. Ko'pchilik insonlar o'qishni bitirgandan keyin qanaqadir soha tanlashda yoki universitetga topshirayotganda soha tanlashda qiynaladi. Shuni ham olib chiqsangiz bo'ladi, ya'ni soha tanlashdagi qiyinchiliklar. Keyingi triggerimiz social proof, ijtimoiy isbot va natijalar. Bu nima degani? Insonlar boshqalarning fikriga, tajribasiga tayanib qaror qabul qiladi. Social proofda yon atrofdagi, masalan, insonlarning muvaffaqiyatiga qarab, ularning qilayotgan ishiga qarab, men ham shu narsani qila olaman-ku degan tushuncha berish. Masalan, men magazin ochdim. Men marketing sohasida qanaqadir darajaga yetishdim. Men o'zimni biznesimni ochdim. Sen ham qila olasan, seni ham qo'lingdan keladi degan insonlarga talchoq berishda, mana sen qila olasan, men qildim-ku, nimaga sen qila olmaysanmi deb ularga motivatsiya berish, ularni qizdirishda. Social proofda yana bitta narsani ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu trigger orqali siz, ya'ni qanaqadir kafe, restoranda ikkita yonma-yon kafe bor deylik, restoran bor deylik. Bittasida juda ham odam ko'pda, joy yo'q umuman. Hamma joydan bitta kafeda bo'm-bo'sh, lekin interyerlari chiroyli, hamma narsasi normal, lekin u yerda odam yo'q. Siz turibsizda, o'rtog'ingiz bilan bordingiz, lekin qaysi biriga kirishni bilmayapsiz. Bu yerga kirsangiz joy yo'q deyapti. Siz lekin mana shu joy yo'q degan joydan значит demay deysiz. Buni ovqatlari juda ham shirin ekanda, obsugasi yaxshi ekan, odamlar qara ko'p ekan deb siz o'sha yerda joy bo'shashini kutasiz. Bu sizga o'sha ijtimoiy dalil tufayli, ya'ni odamlarni живой отзыв hisoblanadi. Yana bitta narsa, masalan, Instagram orqali har xil mashtaqa kafelarda, qanaqadir butiklarda kommentariyalar sirazu nimadir sotib olsa, albatta biz izohlarni o'qiymiz. Shu narsaga social proof sababli bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik odamlar boshqa bir insonni izohiga qarab sotib olamiz. Men bitta qara kommentariyasi ko'p yozgan ekanda, yaxshi odzivlari bor ekan. Ha, значит bu yaxshi mahsulot ekan. Значит ovqatlari mazali ekan. Bo'ldi, shu yerga boramiz, shu kiyimni olamiz, shu narsani qilamiz demay, shuncha odam maqtayapti-ku degan tushuncha hosil qilish bu social proof hisoblanadi. Ya'ni 97% odamlar boshqalarning kommentariyasiga, izohiga qarab, yaxshi odziviga qarab sizdan narsa sotib oladi. O'shaning uchun albatta bu triggerni ishlatishingiz kerak. Keyingi triggerimiz community, ya'ni jamoa va muhit. Community triggerida siz nimadir tashkillashtirmoqchi bo'lsangiz, masalan, jonli uchrashuv tashkillashtirmoqchisiz ekspertizga yoki o'zingizga. Siz jonli uchrashuv tashkillashtiryapman deysiz va o'zingizni o'tda ochib berasiz, qanaqa sizda kuchli networking bo'lishini, nimalar haqida o'tda gaplashamiz, kimlar kelishi, qanaqa mavzularda bo'lishi, shu mavzularni siz ochib berasiz va networkingni kuchini ko'rsatasiz. Bu trigger orqali bilimli, mashhur insonlarning yonida yurasiz. Siz shu narsani ko'rsatib berib, auditoriyani o'zingizga ishonchini orttirasiz. Ertaga siz jonli efir qilmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir konferensiya qilmoqchi bo'lsangiz, agar siz shunaqa niyatingiz bo'lsa, siz shu triggerdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Har bir inson yon atrofida mashhur insonlar bilan bo'lishi, o'zidan kuchli odamlar bilan bo'lishi xohlaydi va ularga qo'shilishni xohlaydi. Shuning uchun albatta bu triggerdan ham foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ertaga nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir mahsulotni yoki kursingizni qilmoqchi bo'lsangiz, ular sotib olish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Nimaga? Sizga bo'lgan ishonchi uchun, siz ularni qachondir qo'llab-quvvatlagansiz, ularni yaxshi communityga, ya'ni networkingga chorlagansiz. Bu juda ham kerakli triggerda. Bundan ko'pchilik to'g'ri foydalanishni bilmaydi, lekin buni foydalanish kerak. Keyingi triggerimiz scarcity, cheklangan yoki defitsit triggeri. Bu qanaqa trigger desanglar, bu trigger shundaki, insonlarning psixologiyasi shunaqa ishlaydi deb, ozgina joy qolsa yoki masalan qaysidir mahsulot cheklangan bo'lsa, va shuni olishim kerak. Demak, bekorga cheklanmagan. Ko'p ahamiyat beringlar. Ko'pchilik reelslarda, stories paragraflarida 5 ta joy qoldi. Joyi band qilsangiz, siz mana bunaqa chegirmaga ega bo'lasiz. Mana cheklangan narsalar, ya'ni reklamalarni ko'rib qolasizlar. Shu sababli marketingda scarcity triggeri juda ham kuchli hisoblanadi. Cheklangan takliflarda insonlar tezroq qaror qabul qilishga shoshilishadi. Nima uchun? Aks holda ular bu narsadan quruq qolishi mumkin-da, qo'ldan boy berishi mumkin.
mumkin bu narsani. Bu trigger marketingda juda ham kuchli hisoblanadi. Scarcity ikki xil ko'rinishda qo'llaniladi. Birinchisi cheklangan miqdorda, ya'ni limited number. Mahsulotni juda ham kam sondaligiga ta'kidlab boriladi va bu nima olib keladi insonlarda? Psixologik qarang, kam ekan, men faqat единственный bo'laman. Ko'pchilikda bu narsa bo'lmaydi degan tushuncha bo'ladi. Masalan, bir xil narsa kiyish hech kim xohlamaydi-ku, to'g'rimi? Hamma hech kimda yo'q narsa kiyishni xohlaydi. Bu trigger ham xuddi shunaqa ishlaydi. Ikkinchisi cheklangan vaqt, ya'ni deadline. Qanaqadir taklif ma'lum bir muddatgacha amal qilishi aytiladi. Masalan, aksiya deylik, 3 kunlik aksiya beriladi, 50% chegirmada 3 kun faqat imkoniyatingiz bor, siz shu mahsulotni sotib olishga yoki 3 kun ichida sizga 50% chegirma kurs sotib olishga degan yozuvli reklamalarni ham uchratishimiz mumkin. Insonlarda bu narsa nima bo'ladi? Aksiya tugaguncha tezroq olishim kerak. Erta aksiya tugasa men quruq qolaman degan tushuncha hosil bo'ladi. Ya'ni bitta muhim narsa, bu trigger ishlatayotganda siz albatta auditoriyangizni aldamasligingiz kerak. Ya'ni, masalan, bugun oxirgi kun aksiyani bugun oxirgi kun deysizda, lekin ertaga ham aksiya qilayotgan bo'lasiz. Bu nima degani? Bunda auditoriya sizga sovishni boshlaydi. Siz yolg'onchi ekan, bu va'dasi turmadi, bugun oxirgi kun dedi-da, ertasi kuni ham qilyapti degan tushuncha hosil bo'ladi auditoriyangizda. O'shaning uchun bu triggerni yolg'on qo'shmasdan ishlatishingizni maslahat beraman. Keyingi triggerimiz событие, ya'ni voqea va tadbir effekti. Событие bu marketingning oddiy axboroti emas, qanaqadir bir hodisa yoki bir мероприятие deylik, o'zbekchasini to'g'risini bilmayman. Tadbirga aylantirish hisoblanadi. Masalan, kimdir konsertiga siz bilet oldingiz, o'sha kunni kutasiz, tezroq shu konsertga borsam yoki qanaqadir musobaqa bo'lsa, masalan, O'zbekiston futbolchilari qaysidir chempionatga borib o'ynashadi, o'sha hamma butun O'zbekiston o'sha событияni, ya'ni o'sha kunni intiqlik bilan kutadi. Bu o'sha событие trigger hisoblanadi. Masalan, o'z kontentingizda siz 7 kunlik challenge e'lon qilsangiz bo'ladi va bu challenge bilan hammani siz bu challenge-ga undaysiz. 7 kunda 7 kilogramm ozish challenge-idi. 7 kunda o'z hayotingizni tartibga solish. Birga hammani jamoa bo'lib yig'vasiz va siz 7 kundan keyin o'sha natijalarni aytasiz. Hamma o'zining natijasini bitta joyga yig'iladi. Masalan, qanaqadir uchrashuv qilishingiz mumkin. Ertalabki завтракda hamma o'zining natijalarini aytadi. Siz shu narsani событие triggerida ishlatsangiz bo'ladi. Keling, sizlar bilan 7 kunlik challenge qilamiz. Hayotimizni kunlik tartibga solib olamiz deb siz birgalikda o'zingiz auditoriyangiz bilan o'sha challenge qilasiz va oxirgi natijasini ko'rishib birgalikda uni tahlil qilsangiz bo'ladi. Keyingi triggerimiz emotion, ya'ni hissiyotlarga ta'sir qilish triggeri. Reklama va kontentda hissiyotlarga ta'sir qilish auditoriyani jalb etishning eng kuchli triggeri hisoblanadi. Emotional triggerda siz auditoriyaning qo'rquvlarini, quvonchini, qiziqishi, motivatsiya kabi tuyg'ularni uyg'otishingiz mumkin va bu tuyg'ular ularni sizga ishonchini oshirishga, ular harakat qilishga undaydi. Masalan, qanaqadir siz bitta voqea aytib beryapsiz ularga va u auditoriya shu voqeani eshitib, ko'rib, ular bundan ta'sirlanishi, sizni tuyg'ularingizni qanaqadir his qilishi, siz bilan birgalikda xafa bo'lishi, siz bilan birgalikda xursand bo'lishi bu emotional trigger hisoblanadi. Ya'ni ularning emotsiyasi bilan o'ynaysiz. Bu yomon ma'noda o'ynaysiz demoqchi emasman. U yaxshi ma'noda shu insonlarni qanaqadir gruba eshitilishi mumkin. Rahmini keltirish degan ma'noda ham bo'lib qoladi. Shu hissiyotlar orqali ularga yaqinlashasiz. U ham menga o'xshagan inson, unda ham bunaqa fazilatlar, bunaqa xislatlar bor ekan degan ularda shunaqa tushuncha paydo bo'ladi. Emotional trigger orqali siz mana shunaqa qilib ichki his-tuyg'ularingizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Keyingi triggerimiz autoritet triggeri. Bu trigger nima degani? Odamlar ko'pincha o'zidan mashhur insonlarga yoki o'zini hammani kumiri bo'ladi. O'sha kumiri nimadir tavsiya qilsa, qanaqadir maslahat bersa, auditoriya o'sha insonga ishonishadi. Nima uchun ko'pchilik o'zini biznesi borlar, qaysidir mahsulot sotmoqchi bo'lganlar taniqli insonlarga reklama beradi. Chunki ularga ko'proq ishonch hosil qilishadi. Auditoriya ko'proq ularga ishonadi. Kecha ochilgan biznes egasi chiqib, "Mana bunaqa mahsulotim bor" desa, unga hech kim ishonmaydi. Shuning uchun ular taniqli bir blogerga, aniqdir san'at egasiga ular reklamaga beradi. Nima uchun?
insonlar ularga ishonadi. Misol qilib aytishimiz mumkin, qanaqadir bir taniqli shifokor qaysidir bir dorini tavsiya qilsa, auditoriya, ya'ni mijozlar o'ylaydi, ha, demak bu shifokor tavsiya qilayotgan ekan-ku, demak ishonchli va yaxshi mahsulot ekan, demak men ham bundan davo toparkanman deydi. Mana shu avtoritet trigger hisoblanadi. Ya'ni o'zingizga o'sha kumiringizga yoki mashhur insonlarga bo'lgan ishonchingiz. Ajiotaj triggeri. Bu qachon ishlatiladi? Sotuvingiz o'sha oxiriga borib qolganda yoki ko'pincha bizda Toshkentda bitta narsa misol qilib aytaman. 70%, 80% chegirma qilishadi-da. Men bu qaysidir kiyim magazin do'konlarini ko'rgandim, Instagramda ham tarqalib ketgan. Shunaqa ko'p qizlar borganda u magazinga. Magazinni buzib yuborishgan ko'pligidan. Ajiotaj bo'lgan o'shanda. Mana shu ajiotaj triggeri hisoblanadi. Ajiotaj triggeri bu social proof bilan scarcity birgalikda kombinatsiyasidan kelib chiqadi. Misol uchun, onlayn kursingiz bo'lsa, kursga yozilish uchun 500 ta odam navbatda turibdi. Sen hali yozilasanmi, yo'qmi degan tushuncha hosil qiladi. Yoki oxiriga o'sha 24 soat ichida 100 tadan ortiq odam ro'yxatdan o'tdi yoki masalan vebinarga 5000 ta odam qatnashdi va undan nechtadiri kursga to'lov qildi. Agar sen ham hozir to'lov qilmasang, ertaga bu kursga qo'shila olmaysan degan ichingizda shunaqa ajiotaj uyg'otadi. Bu ajiotaj triggerida siz albatta auditoriyangizga nechta sotuv qilganingizni ko'rsatishingiz yoki masalan direktingizga qancha sizga so'rov kelayotgani, qachon kurs o'tadi, qachon konsultatsiya o'tasiz degan so'rovnomani siz auditoriyangizga ko'rsatishingiz kerak. O'shandagina ularning ichi yana ham qiziydi, ular ham yana ham siz o'sha kursingizni yoki mahsulotingizni sotib olishga intilishadi. Ajiotaj triggeri ko'pincha vebinar qilib o'sha sotuv yakunida qolganda ishlatilinadi. Masalan, vebinar qildingiz va 10 kundan keyin onlayn kurs boshlanyapti darsligi va 1 kun yoki 2 kun qolganda sizga o'sha ajiotaj qilishni boshlashadi. Kamchilik joyi qoldi, chegaralangan, mana bunaqa chegirma narxda tezroq sotib oling, shuncha odam sotib oldi, sen quruq qolasanmi degan sizga progress qilishni boshlashadi. Bu ajiotaj triggeri hisoblanadi. Ajiotaj triggeri juda ham yaxshi instrument va o'sha sotuv ozgina qolganda ishlatsangiz, juda ham yaxshi natijalarga erishsangiz bo'ladi bu triggerdan foydalanib. Barcha triggerlarni o'ziga yarasha ishlatish instrumentlari bor va har bittasini ishlatsangiz, sizni sotuvlaringiz ham oshadi. Auditoriyangiz sizga bo'lgan iliqligi, ya'ni loyalnostga oshib boradi. Yana ham sizga yaqinlashadi auditoriya. Buni hammasini siz kombinatsiya qilib ishlatishingiz kerak bo'ladi. Hammasini alohida emas, bir-biriga ulab ketib, kombinatsiya qilib ishlatsangiz, juda ham zo'r siz progress qilasiz va triggerlardan to'g'ri foydalangan hisoblanadi. Agar sizga mana shuncha triggerlar haqida bergan ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, bundan juda ham xursandman. Rosa qilib aytadigan bo'lsam, yaxshi ssenariylar nafaqat ko'p ko'rishlar, balki aktiv izohlar, layklar va sizga o'zingiz xohlagan konversiyani ham olib keladi. Bu degani siz triggerlardan to'g'ri foydalaning va hammasini kombinatsiya, ya'ni uyg'unlashtiring. Bitta triggerga yopishib olmang. Hammasini 11 ta trigger ishlatsangiz bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like, comment bosing va do'stlaringizga ham jo'natib, menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.